Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizning shu xonadonimiz bo'ladi. Ajoyib, chiroyli etib solingan ekan. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga giramiz. Bellarimiz tashkil etilgan, eshiklari demir eshikdan bo'ladi. Hozir xonadonimizga giraylik. Ko'rib turganlaringizning joyimiz ajoyib. Yine birini remont ettik koydular. Ayak teylerimiz tahta pol boladı. Gilemle taşalgan. Birimizde hürmetli yurttaşlar gaz, svit, sudan muamması yok. Salon qanuni gazı var. Giriş kısmımız katta bir zala bo'ladi, hech kim emas. Baland ekan, baland. Mana mustahkam etib 2 etaj qilaman deb fundament etilgan ekan. Ya'ni 2 etajga moslab fundament etilib duribdi. Joyimiz ajoyib, planirovkasi ham zo'r. Kvadratına keladigan bo'lsak, hurmatli yurtdoshlar, kvadrati 300 kvadrat bo'ladi. Gelib ko'rib, ustunda savdolashib, xudo xolasa olaverasizlar. Joyimiz bir yandan danıştırıp çıkarmışsak, yerimiz görüp duranlığın şunun holatda taxta pol etib, chiroylatib koydular. Şöyle oturup bemalol televizor görüp otursa bo'ladi. Chap qo'limizda esa bir spannisi bo'ladi. Spannimiz ham shuning ko'rinishda holati hozir ko'rib turganlaringizni kelib o'zlaringizni dillaringizga mos etib remont etib beraverasizlar. Tak, yanımızda ise kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimiz ham ko'rib turganlaringizga oyoq teylari taxta pol. Şunun görünüşte gelip görüp özleriniz neyini navaşsanızda şu an qarab moslab remont etib beraverasizlar hurmatli yurtdoshlar. Endi bu yan tarafı yani bu kısmı ham dum katta tushganimizni ko'rsatib o'tamiz. Ajoyib bo'lib turibdi. Bu kısmına chiqadigan bo'lsak, yine bog'i bir yerimizde sasanzlar ham bo'ladi. Letning kuxni bu. Şu fundamentdan ekan buni nasi joyini 300 kvadrat dedik. Shu yerda yana shunday etib fundament etib qo'ydilar. Bu yerni bog' atasizlar o'zlaringiz. U paxsadan ekan. Ko'rib turibsizlar? Yana ko'rsatib beramiz yaqinlashtirib. Yana shu paxsadan u erikni arkasındagi paxsadan hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib. Joyimiz katta tushgan, keng tushgan. Tak, shunda hurmatli yurtdoshlar, joyimizni narxina keladigan bo'lsak, joyimizning narxi zudlik bilan 350 milyon so'm xudo xolasa ustimda kelishib beriladi. Sababi joyimiz zudlik bilan arzon narxda sotiladi. Bahosi aytilish bahosi 350 milyon kelishiladi. Ekranda berilgan telefon raqamlari telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hurmatli yurtdoshlar.